Assalomu alaykum azizlar. Kuninglar xayrli va barakatli boshlangan bo'lsin. Nasib bo'lsa, sizlarga mana bugun 2025-yil 15-oktyabr sanasiga sog' salomatlikda yana ikkinchi videoroligimizni tayyorlamoqdamiz. Azizlar, bitta like tugmachasini bosib qo'yinglar, arziydi. Chunki faqat pasitasidan chiqaryapman. 16 qavatli mo'g'or uylarni, hozir esa 6-qavatdan. Bundan salgina burun esa avval 7-qavatdan chiqargan edik. Men turgan joy koridor, qarshingizdagi esa tashqi eshik. Mana tashqi eshikdan kirgandan mana bu ko'rishingiz mumkin avtomatlar qilingan, hammasi yevro remont qilingan uyimiz. Natijada patolog, aboylar, parda, gilamlar to'shalgan. Xo'p, umumiy maydoni 65 kvadrat. Subsidiyali kvartira. Oxirigacha ko'ringlar narxini va kredit bo'yicha ma'lumotlarni aytib o'taman sizlarga. Tashqi ishdan kirdik, mana koridor uzun. O'ngga qayriladigan bo'lsak, to'g'rida spalni xona, mana bu esa mehmonxona, keyin oshxona va mana bu yerda sanuzul joylashgan. Keling. Mana alohida emas, bu birgalikda oxirigacha kafillangan. Ko'rishingiz mumkin, oynalar o'zlari qilgan. Yashayman deb qilgan ekan uyda egasi. Ko'chib kelib, endi yashayman deyotgan ekan, hozir planlar o'zgardi dedi. Sotayapman dedi. Keling. Mana tepalar natijali patolog hammasini bitta ko'rsating. Yorqin aboylar tanlangan. Unday bo'lmaydi odam. Juda yaxshi. Xo'p. Tashqi ishdan kelganda mana bu mehmonxonamiz, kondisionerlar qo'yilgan, mana yangi, artel rusumli. Mana bu televizorni olib ketaman dedi. Lustralar alohida e'tibor beringlar, qimmatidan qo'yilgan. Konditsioner qoladi, gilamlar qoladi, mana bu televizor olib chiqib ketiladi. Ketdik. Keling, endi esa mana bu spalni xona bilan tanishtiramiz. Spalni xonada esa hozircha gilam yo'q ekan. Gilamim beriladi. Azizlar, gilamni aytib o'tganimizdek, gilamlarga to'lov qilingan, gilamlar beriladi bu gilamni ham. Bu spalni xonamiz edi. Endi esa uy bekalarning sevimli hisoblangan xonasi, ko'proq vaqt o'tadigan xonasi. Oshxona bilan tanishtirib o'tamiz. Keling. Xo'p, kuxnyamizda ko'rishingiz mumkin, kuxonning mebellar juda yaxshi qilingan hammasi. Mana bu yerda esa suv. Buni hozir men ham tushunmayapman, qanday bo'lishini. Hali yangi mana rakvinalar qayerdan bo'lsa edi buni, mana bunday. Mana ko'ryapsiz, rasvo bo'ldi. Tamom, o'chiring. Mana ko'rishingiz mumkin, xatoyimiz tufayli endi ko'rmaganda nima deysizlar? Biz ham bir qishloqning bolasida. Mana bunisi bilan ko'ryapsizlar? Mana bemalol xohlagan o'zlaringda kuylaringga solib, xohlaganda suv chiqarsanglar bo'ladi. Kuxonning mebellar, mana 2 qator, 3 qator, bu yog'i ham, bu yog'i ham. Mana bu muzlatgich qoladi mana. Yashayman deganda o'zi chunki. Katyollar Zifler brendi ostida mana kuxonning mebelda tagiga yashirib ketilgan. Endi e'tibor bermaysizlar, mana shunday. Bizni uquvsizligimiz tufayli mana shunaqangi kuyga keldik. Bu esa balkon. Balkonda 6-qavatda turibmiz. Rishotkalar qilingan hammasi. Ko'rib qolinglar, ulgurib qolinglar. Sotiladi. 235 million egani qo'li. Bankda krediti bor. 329 million so'm, oyiga 3 million 900 chiqadi. Agar ozgina yetmasa bir 40 million 50 million yangi yilgacha kutiladi azizlar. Qisqacha videolarimiz mana shundan iborat edi. Bog'lanish numeri 99 kodi bilan 676 0517 WhatsApp, Telegram ishlamoqda. Imo ham bor. Salomat bo'linglar.